Agar sizlarga ginekolog tarafidan bachadon bo'yni eroziyasi degan tashxis qo'yilgan bo'lsa, hech ham tushkunlikka tushmang. Va lekin bilingki, birinchi albatta sizlarga papilloma virusiga va sitologik analiz topshirishingiz shart. Papilloma virus sizda aniqlansa, unda ham tushkunlikka tushmang. Enivac Plus bu geli tarkibi mutlaqo tabiiy. Aynan glitserizin kislotasi bu tabiiy kislota hisoblanadi. Qinda ham antiseptik, mikroblar o'ladi, qo'shimcha yallig'lanishlar ketadi va sekin asta eroziyani kichrayishiga olib keladi. Albatta eroziya butkul yo'qolmaydi, hech qachon. Eroziyani yo'qolish uchun albatta uni kuydirish muolajasi qilinishi kerak. Lekin kuydirilgandan keyin ham uni tezroq bitishiga va virusni chiqib ketishiga yordam beradigan davo bu albatta Enivac gel. Enivac gel sizlarga eroziyadan mutlaqo qutulishingizga yordam beruvchi asosiy vosita.